Assalomu alaykum Eldorus kanali obunachilari. G'ish urish narxlari 2026-yilda nech pul bo'lyapti deganlar uchun, xudo xolasa sizlar uchun universal ustalar topib qo'ydim. Narxlari ham arzon narxlarda. Ustakalarimizga aytasizlar, g'ishlarni urishib, tomlarni yopib, undan tashqari suv xizmatlarini ham qilib berishaveradi. Bitta like bosib turasizlar, narxlari nech puldan urishyapti. Undan tashqari qayerlargacha xizmat qilishadi, video davomida chiroyli qilib ma'lumotni berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Murat aka, yaxshimisiz? Rahmat. Charchamay ishlar bo'lyapti. Eldorbek ishlar yaxshimi? Rahmat aka, xudo xolasa navbatdagi Fayzxonnomizda g'ishlarni urib beryapsizlar ekan. Bitta sharafasiga kelib qolibdi aka o'zi. Inshaalloh bitta sharafasiga kelib qoldi. Oxirgi yo'l turat bekitsa bo'ldi inshaalloh bitadi. Zo'r. Necha xona bo'lyapti aka bu yerimiz? Bu yerda 6 xona. 6 xona. Общий qancha g'ish ketyapti aka? Общий 40 ming atrofida ketyapti hozir. 40 ming plus-minusda ketyapti. Ha, zarduvallarni ham hisob qilsak, ozroq qo'shilish ehtimoli bor. Aha. Zo'r. Beton kuyilgan holatda edi, bu tomonni tomiga javob berasizlar. Inshaalloh o'sha harakatdamiz. Aha. Zo'r. Xo'sh, 40 ming plus-minusda g'ish ketyapti. Aka, g'ishimizda qanchadan uryapsizlar narxi? Xomg'ish pishgan g'ish loyga urishimiz hozir 450 so'm bo'lyapti. 450 so'm standart razmerdagi g'ishimiz, to'g'rimi aka? Albatta. Xo'sh, qayerlargacha mana shu narxda urib beramiz? Shu bordan qishloq ichida shuna bo'lyapti hozir. Qishloq narxi, to'g'rimi? Misol uchun qishlog'imizdan chiqadigan bo'lsa, narx qo'shiladi. Albatta. Xo'sh, primichkalar, undan tashqari sisma serdeshniklar qanchadan bo'lyapti narxlari aka? Primichka, serdeshnik sismalarimiz bular standart hammasi 70 ming so'mdan bo'lyapti. Aralash, ha, aralash metri shuna bo'lyapti. Agar mabodo kolonnalar kattaroq bo'lib 40 ga 40 atrofida bo'ladigan bo'lsa, bular narxi ozroq qo'shilishi mumkin. Aha. Demak, regel bilan kolonna qancha bo'lib qoladi ekan? Regellari shu 140 ming atrofida bo'lyapti. 140 ming atrofida bo'ladi. Kolonnalar, regellar. Aha. Zo'r. Qayerlargacha xizmat qilamiz aka? Hozircha Toshkent, Samarqand, vodiy bo'ylab bo'lni ishlayapmiz. Aha. Demak, O'zbekiston bo'ylab, misol uchun kattaroq ob'yom bo'ladigan bo'lsa qilaveramiz ekanda. Albatta. Chertoj asosida ishlayveramiz, to'g'rimi? Albatta, albatta. Chertoj bo'lsa osonroq bo'ladi. Aha. Xudo xolasa noldan tomagacha, undan tashqari suvagacha qilib beraveramiz. Inshaalloh. Xo'sh, to'sin tashlab, lombas qilishlar narxi qancha bo'lyapti ekan? To'sin tashlab, lombasi, vassiyasi, o'sha qamish tashlab, lombasigacha qilib berishi 60 ming so'm bo'lyapti kvadrat. Kvadrati 60 ming so'm hisoblanyapti. Hozir aytilgan narxlar mana shu o'zimizda qishloq narxi bo'lyapti. Misol uchun, albatta qishloqdan chiqiladigan bo'lsa, ozgina narxlari qo'shiladi. Albatta O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda xizmatlarni qilib berishaveradi. Misol uchun, mana shu g'ishlarimizda rastvorga teriladigan bo'lsa qancha terib beramiz? Standartimiz. Standart g'ishlarda agar rastvorga teradigan bo'lsak, 550 so'm atrofida bo'lyapti hozir. 550 so'm bo'lyapti. Paltarashka g'ishlarchi, katta g'ish aka. Paltarashkalardagi biroz qimmatroq bo'ladi. Loyga tersak 600 so'm, rastvorga sal qimmatroq, 750-800 atroflarida. 750-800 atrofida bo'ladi. Misol uchun, qishloqdan chiqiladigan bo'lsa, narx kelishilgan holatda. Albatta, joyiga qarab, vaziyatga qarab, hamma narsa qilib berilaveradi. Undan tashqari shlaka blok, gaza blok, pena bloklarni ham uraveramiz. Albatta. Qurilish sohasida xudo xolasa nima borki qilaveramiz, to'g'rimi? Inshaalloh hammasida xizmatdamiz. Zo'r. Akalar, xudo xolasa chiroyli qilib g'ishlarni urib berishdi. Misol uchun kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ustakamiz telefon raqamlarini ekran pastga yozib qo'yamiz. Bemalol vaqt chiqarsa, xudo xolasa chiroyli narxlarda xizmatlaringni qilib berishadi. Mana shu ustakalarimiz mehnatiga bittadan like bosib, mana shu videomizni qurilish qilyapti turgan tanish bilishlarga jo'natib qo'ysalaring, videomiz ko'pchilikka foydali, manfaatli bo'lib qoladi. Murat aka, sizga ma'lumotlar uchun rahmat. Charchamanglar. Alloh rozi bo'lsin.